Assalomu alaykum. Bizda navbatdagi masala ikkinchi variant 22-savol. 17,6 gram oddiy efir tarkibida 3,6 mol atom bo'lsa, oddiy efirning brutto formulasini toping deyilgan. Demak, 17,6 gram massa berilgan. Xo'p, va Na qiymatimiz 3,6 ga teng. Xo'sh, oddiy efirda umumiy formulasi NH2N. Biz buni sal o'zgartiramizda plus H2O qilamiz. Mana bu holatda H2O qilib yozsak bo'ladi. Ana endi buni tarkibidagi atomlar soni mana bu 3N plus 3. 3N plus 3 ta atomlar bor. Umumiy massasi esa 14N plus 18. Demak, 14N plus 18 bo'lganda 3N plus 3 ta atomlar bo'ladi. Bizda 17,6 gram va u bizda 3,6 ta atomga ega. Mana bu ko'paytmani ishlaydigan bo'lsak, proporsiya asosida 17,6 ni 3 ga ko'paytiradigan bo'lsak, 52,8N plus 52,8 barobar 50, demak 3,6 ni 14 ga ko'paytiradigan bo'lsak, 50,4N plus 3,6 ni 18 ga ko'paytirganimizda 64,8. Xo'p, ma'lumotlarni bir tarafga, noma'lumotlarni ikkinchi tarafga o'tkazib olamiz. Demak, 52,8N minus 50,4N barobar 64,8 minus 52,8. Xo'p, bu yoqda 2,4N barobar 12. N barobar 12 bo'lingan 2,4 ga. N barobar 5. Demak, bizda oddiy efirimiz tarkibida 5 ta uglerod atomi bor.